Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bu 73 saralishli motokultivator kamida 2 oydan beri, 3 oydan beri yotibdi. Buni endi xudo xolisi yurg'izamiz. Vema bu. Qopga ham solib qo'yganman lashushlarni, mayda chidalarni. Xudo xolisa hammasini to'g'irlab yurg'izib beramiz. Anchadan beri yotgani uchun narsalar o'sib ketgandan ko'rasiz, bular yo'q edi, o'smagandi. Bu narsalar o'smagandi, mana bu rollariga yopishib, hammasi o'ralishib, yoyilishib ketibdi mana eshitga. Xudo xolisa shu motorni qilamiz, ichiga solib qo'yganmiz ana shu qopga hammasini. Operatsiya stolimizga olib boramiz. Shunaqa gaplar keyin. Shunaqa uzoq vaqt kutib keyin yuradiganlar ham bor. Bu o'zi ancha payt men bu yerda yotardi. Yotdi, keyin qoplab o'sha yoqqa olib tashladim. U yerda ham ancha yotdi. Mana endi xudo xolisa to'g'irlanadi. Bitta hammasini olib bu blogida dala bo'lgan buni. Bu kegalarıydı. Çatırlarında dolak gibi. Karıcı. Havası toğullanıp, joy yakılıp, blogiyam toğullayımız. Mehmetler hem sınıp ketken bugün. Bu singan sabah Baki dabdala bugün. Bunga endi boshqa blok qo'yib qilamiz. Bu urib Porsche'ni mana bu holatga kelib dabdala qilib tashlaganda gilzalarni ham. Shunaqa gaplar aka-ukalar. Limon qilib beramiz. Shunaqa xizmatni o'zi olib kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha harakat qilib qilveramiz. Iloji boricha. Manzilimiz Toshkent viloyat Piskent tumanida. Manzil shu yerda. Posilka qilsangiz ham bo'ladi, motor o'zini. Mirai motorimi, motoblok motorimi, generator motorimi, gazana gazilka, dori sepadigan motorimi, hammasini qilaveramiz. Farqi yo'q, motor o'zi bo'ldi. Mashinanigini qilamiz. Keyin hammasini qilamiz. Xudo xolisa endi yig'ib tashlaylik endi buni. Qani ko'ramiz nima gap, nima so'z. Shunaqa gaplar, like podpisatsiyani bosib qo'yinglar, obuna bo'lish esdan chiqmasin-da. Akalar yaxshi akalar bo'lsa
Unaqalarga jo'natib qo'yinglar. Podpisatsiya bosgandan keyin podelitsiya qilib qo'yinglar, yoqqa jo'natib qo'yinglar. Yaxshi motor qiladigan ustalarni qidirib yuribman degan akalarga. Xudo xolasa yurg'izib qo'ydik. Shunaqa gaplar kerak. Qo'ldan kelgancha olib kelaverasizlar. To'g'rilab beraveramiz, remont qilib beraveramiz. Bema hammasini. Nima texnika bo'lsa, hammasini remont qilib beramiz. Mana bu yerda yana bitta motoblokchani ochib qo'yganmiz. Hayt bo'lgani uchun hamma yoq yopiq, zapchas breker zapchasi yo'q ekan. Xudo xolasa ham haytni o'tkazib olsak, sirrazi borib olib kelib qo'yib tashlaymiz. Mana bu yerda generator remont qilib qo'yilgan. Mana buni endi remont qilamiz. Xudo xolasa unaqa remont qilib tashlaymiz. Skuterlarni ham remont qilamiz, benzinli skuterlarni. Xo'sh. Mana bunaqa generator remont qilamiz. Yosh bolalar bunaqa mashinasini ham remont qilamiz akalar. Mana bunaqa trenajyorli bunaqalarni ham, bunaqa generator suv chiqaradiganni ham hammasini bolalarni mana shunaqa mashinasini ham remont qilamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha beraveramiz. Mana xudo xolasa gazdan kasallarni ham remont qilamiz. Farqi yo'q. Bu texnikani mana bunaqa suv nasoslar motorni ham remont qilamiz. Qo'ldan kelgancha hammasini qilib beraveramiz. Shunaqa gaplar akalar. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Xudo xolasa olib kelaverasizlar. Podpisatsiya, like bosib chiqmasin. Obuna bo'lib aka-ukalarga ham jo'natib qo'yinglar. Mana shunaqa motoblokchalarni, generator, mototsikl, skuterlarni ham zapchasga olamiz. Zapchasni joy-joy topib bera olamiz. Xudo xolasa manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida akalar. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaveringlar. Bemalol, bexijolat deydi. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Xohlasanglar bularni motorini qilish kerak bo'ladi desa, motorni o'zini posilka qilib olsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar. Katta texnika bormi, generator bormi, motobloklar bormi, hammasini shunaqa qilib olsanglar bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar. Rahmat, omon bo'linglar, tinch bo'linglar, salomat bo'linglar.